ko'rinishlarni tatib oldim. Endi rozi bo'lgansiz aka. Parovoz bek yaxshi narsa. Men uni bek yoqtirma. Parovozni kim kesib qilgan? Buni vat kesib qilgan-ku deyman. Fatdamsiz? Yo'q, xato dedim. Haras, George Stevenson kesib qilgan bo'lsa kerak. O qanday kesib qilgan? Buni aka, sen uqmamsan? Yanılı memden so'rab baqayli ya. Menga George Stevenson kerak. Endi bo'ldi. Go. Ya. Yaxshimisizlar? Men George Stevensonning mimi. Men sizlarga paravozning qanday kashf qilinganligini so'zlab beray. Obdan anglanglar. Ushqandek chapqin paravuz. Asrning boshlarida xonlarda ko'mir qazg'icha yig'ilib qolgan suni o'r mashinasi bilan o'tliq chiqarib turishga to'g'ri keladi. Ishlamak noiti beatdi. Bu yangi tipdagi o'r mashinasimi? Yangi oldingizmi? Shundoq. Qandaqka? Chiroyliqmi-ka? Men sinab baqaymi? O'r mashinasini senmi bilamsan? To'la chaqchaq qilma. Azroq bilma. O George Stevenson bo'ladi. Uning dadasi xangda o'r mashinasiga o't qilaydi. George Stevenson kichigidan tatib dadasining keyinda yurib, keyin u dadasining obdan yordamchisi bo'lib qolgandi. Bu o'r mashinasining yetersizliklar ko'pkan. Harakatlantirgan bilan muaplashmasmikin? Nima da'vatsan? Sen degan bir yordamchi tursan, nimani bilatding, ha? Yo'lga qarab tur. Hozir harakatlantiraman. Voy, nima bo'lgandi bu? Voy, nima shamdi bu, ha? Qaranglar, men bayildim deganmidim. Rost, yanla Stevensonning degani to'g'ri ekan. Asta, meni toza nasbastida. Yangi tipdagi bu o'r mashinasini yuqori bahada aran olgan tursam, endi qanday qiliq? Kirsam bo'lamdi, taftish apandi. Sen metan, nemish? Yeliqi yangi tipdagi o'r mashinasini men yasab baqay. Yasab baqay? Bo'lmaydi. Ustalar yasayolmagan narsani sen qanday yasay olaysan, ha? Mening ishonchim komil, yasay olayman. Nima, rasma? Men bir aplashib baqay. Xeyr, ishlash kep qilyapsan. Bo'pti. Yassang yasab baq. Ma'qul amsa. Shu chaqlar o'r mashinasi endili kashf qilingan chaqlatdi. O'r mashinasini Angliyalik James Watt kashf qilgandi. Bir qatim Watt chögin qapig'ining o'rining kuchida ko'tarilganligini ko'rib qilib, o'rning kuchidan foydalanish niyatiga keldi. Shuning bilan u o'zliksiz tadqiq qilib, oxiri o'r mashinasini yasab chiqdi. Stevenson kichigidan tatiblar o'r mashinasiga qiziqadi. Lekin u oilasining namratligidan o'qish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Shunga yeshi xeyli cho'yib qolgan bo'lsa-mu, yanada savadsizdi. U 18 yoshga kirganda ondan savadini chiqadi. Keyin u yana o'r mashinasiga oid bilimlarni o'rgandi. Qaranglar, Stevenson oxiri o'r mashinasini yasadi. Harakatlantiraymi? Sinab baqayli. Bek bana ish oldu. Nahayet bana ish oldu bu. Karamet ish oldu. Rahmet sana. Hammaylar Stevensonni maqtab ketishdi. Keyin u mas'ul boshqaruvchilikqa o'stirildi. Stevenson o'r mashinasini yasab yaxshi qilding. Endi to'xtamay ko'mir qazg'ili bo'ldigan bo'ldi.
Lekin kömürni sırt toşıgılı bo'lmasa, kezeverip döylep koygandan nem paydası? Bir amal tepip, onu şehirlerge, portlarga tuş kerekti. Rastaydı. Ocaklarda kömürler realisті mağdığan at arıvları bilen toşulattı. Hey atadaş, işte gerek mağsançı, kömür tağdek düğülünüp ketdi. Hey, meni to'liq qiynamanglar. Men butun kuchimni sarf qilyapman. Buningdan tez mang'anmayman. Boshqa narsaning kuchidan foydalaninglar. Eng tez mang'adigan uloq kelib ishlasin. Sen eng tez yuguraysan go. O'r mashinasi deydigan bir narsa bor emasmi? O'r mashinasi? O'r mashinasini qandaqsiga uloq degili bo'ladi? Uni uloq degili bo'lmamda. Amal tepildi. Bu bulduğan amalken. Çatak yok. Mem, anlap dur. Men çokum hor maşinesini atның ornunda haru söyleydiğen kılıp yasap çıkımen. Bek optan bo'ldi. Emisa uni paravuz deb atamdı. Şundak, paravuz deyli. Buludu, men paravuz yasay. Paravuz atdin kişlik hem tez mağdığan bolsun. Bulandı. Dara, nem qılıvatsa? Robert, paravuz yasaşını tadqiq qıvatdı men. Paravuz demsa? Robert, men kichigimda o'qish imkoniyatiga erishamagan. Sen maktabda yaxshi o'qib, cho'ng bo'lganda menga yordamlash. Angladingmi, Robert? Men cho'qim sana yordamlashima. Yaxshi. Sürüştürüp gelsek, paravuzni tunji qitim yasagan adam Stevenson emas. Belki Richard Terwitki. O o'r mashinasi injener edi. O birinchi bo'lib o'r mashinasidan foydalanib paravuz yasashga urinib baqqan. O chaqdagi o'r mashinasi nayti egiz, ammo surati bekmi oz tutdi. Terwitki keraksiz gazni turg'undan chiqarib etib, o'tning kuchini ulg'aytib yurib, oxiri kichik tipdagi paravuzni yasadi. 1804-yili Terwitki nomli tunji paravuz dunyoga keldi. Çok aylandı. Ne oldu? Sınak mağlup oldu. Terwitki shundan keyin umidini uzib paravuz yasashni biraqli tashlab etdi. Bu 1812-yilning ma'lum bir kuni edi. Hey, Stevenson, Bahram kanada kömürni paravuz bilan to'shig'ida ko'rib kelmabsan? Nima? Paravuz? Qolsgan ha? Qolsgan. 8 vagonda tatalamda yo'q, texnik navbatni ko'ramiz. Shundoq. Paravuz o'rilib ketib yurmas. Shundoqdimi bir ko'rishga arziydi. Rastlamagandagando. Sizlikka yuqori bo'lgan Mangdi bu. Mangdi. Asli mangdi. Mangdi. Haqiqatan qaltiskanchimi? Ha? Qaltiskan. Lekin sen qo'poldak qiladi. Oy, qaranglar, chatoq chiqdi. Qaraganda paravuz atni o'rnini bosamaydigan o'xshaydi. Paravuz degan bir nima, raskaq kamigidek. Stevenson, qandaq paravuz bo'lmamdika? Bo'ladi ekan. Lekin azroq yaxshilash kerak. Paravuz davri hamma yetib keladi. Men ishonch hosil qildim. Stevenson nayti astoydildi. U avval ilgirki paravuzlarning yetersizliklarini tekshirib chiqdi. Terwitki nomli paravuzning porshin bilan chaqning o'ttirisiga chishliq chaq o'rnatilgandi. Lekin relis ustidagi chaq